Rossiya Markaziy Osiyoni 11 yil ichida bosib oldi. 1864-yildan 1876-yilgacha. Lekin bir joyga kelganda, ya'ni Qo'qon xonligida u to'xtab qoladi. Bu muddat naqd 1 yilga cho'zildi. Ularga jiddiy qarshilik ko'rsatgan narsa atigi bitta qo'zg'olon edi. Bu voqea haqida tarix kitoblarida ko'p gapirilmaydi, lekin aslida kichik bir qarshilikdan boshlangan qo'zg'olon butun bir davlatni ichidan yemirishga xizmat qilgan. Bu Po'latxon qo'zg'oloni edi. Bugungi sonda siz Qo'qon xonligi aslida qanday davlat bo'lgani, Xudoyorxon kim ekanligi, nima uchun xalq undan yuz o'girgani, Po'latxon qo'zg'oloni va albatta Rossiya bu yerlarni qanday qilib bosib olgani haqida bilib olasiz. Bu xuddi shunday kanali. Men ismim Mahmud va biz boshladik. Bema'ni behayo narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Vaqtini zoya ketkazmay to'xta. Xuddi shunday, xuddi shunday. Top million ma'lumotlar. Xuddi shunday, xuddi shunday. Aytgancha, bugungi son do'stlarimiz Uzun bilan hamkorlikda tayyorlandi. Kanal nomidan ularga katta rahmat. Endi mavzuga qaytamiz. Qo'qon xonligi 18-asrning boshlarida, taxminan 1709-1710-yillarda tashkil topdi. Unga asos solgan odam Shohruxbiy edi. O'sha davrlarda bu kichik bir hokimlik bo'lgan, ammo vaqt o'tishi bilan u kengayib, Markaziy Osiyoning eng kuchli davlatlaridan biriga aylandi. Xonlikning poytaxti Qo'qon shahri bo'lgan. Bu shahar nafaqat siyosiy markaz, balki savdo va madaniyat markazi ham edi. Buyuk Ipak yo'lining bir tarmog'i aynan shu shahardan o'tgan. Xitoydan kelgan ipak, Hindistondan kelgan ziravorlar, Rossiyadan kelgan metallar, bularning barchasi Qo'qon bozorlarida ayirboshlagan. 19-asrning o'rtalariga kelib, xonlik o'zining chegaralarini kengaytiradi. Bugungi O'zbekistonning Farg'ona vodiysi, Toshkent va uning atroflari, Tojikistonning shimoliy qismi, Qirg'izistonning katta qismi, bularning barchasi Qo'qon xonligi tarkibida edi. Mamlakat aholisi bir necha millionga yetgan. Qo'shini 100 minglab askardan iborat edi. Qo'qon xonligi faqat harbiy kuch bilan mashhur bo'lmagan. Bu yerda madrasalar faoliyat ko'rsatgan, she'riyat gullab yashnagan, mashhur o'zbek shoirasi Uvaysi va Nodira aynan shu xonlik davrida ijod qilgan. Hunarmandchilik ham ancha rivojlangan edi. Qo'qon gilami, Marg'ilon ipagi, bu mahsulotlar uzoq mamlakatlargacha yetib borgan. Shaharlar obod, karvonsaroylar to'la, hayot qaynagan. Lekin 19-asrning ikkinchi yarmida Rossiya imperiyasi janubga qarab kengayib borardi. Bu kengayish tasodif emas edi. Imperiya xom ashyo manbalariga, yangi bozorlarga muhtoj bo'lgan. Markaziy Osiyo paxta, ipak, metal kabi resurslarga juda boy edi. 1847-yilda Rossiya Orol dengizi bo'yida Raym istehkomini qurdi. 1853-yilda Oq Machit egallandi. Qo'qon xonligi bu harakatlarni kuzatib borardi, lekin to'xtatish uchun kuchi yetmas edi. 1864-yilga kelib Rossiya Turkiston shahrini egallaydi. 1865-yilda esa eng katta zarba keldi. Toshkent, ya'ni Qo'qon xonligining shimoliy qal'asi general Chernyayev tomonidan bosib olindi. Bu bosib olinish rasman hukumat buyrug'isiz amalga oshirildi. Chernyayev o'z tashabbusi bilan harakatlandi, lekin Sankt-Peterburg bu g'alabani qabul qildi. Bu paytda Qo'qon taxtida Xudoyorxon hukmronlik qilardi. U xonlik tarixidagi eng murakkab shaxslardan biri. U 1845-yilda birinchi marta taxtga o'tirdi. O'shanda uning yoshi atigi 12 da edi. Albatta, bu yoshdagi bola real hokimiyatni o'z qo'lida tuta olmasdi. Haqiqiy kuch saroyning kuchli amaldorlari, ayniqsa mingboshilar qo'lida bo'lgan. Lekin Xudoyorxon katta bo'ldi va u hokimiyatni mustahkamlashga urindi. Bu esa atrofdagilar bilan to'qnashuvlarga olib keldi.
U 2 marta taxtdan ag'darildi. 1858-yilda va 1862-yilda. Shu 2 martada ham u taxtga qayta o'tiradi. 1865-yilda Xudoyorxon 3-marta taxtga o'tirdi. Bu safar u boshqa siyosatchi edi. Rossiya Toshkentni egallagan, atrofdan bosim kuchaygan, Xudoyorxon esa Rossiya bilan to'qnashmaslik, murosada bo'lish haqidagi amaliy qarorini qabul qiladi. 1868-yilda u Rossiya bilan shartnoma imzoladi. Bu shartnoma bo'yicha Qo'qon xonligi amalda Rossiyaga qaram bo'lib qoldi. Rus savdogarlari xonlikda erkin faoliyat yurita oladigan, Rossiya fuqarolari sud qilinmaydigan bo'ldi. Bu to'liq suverenitetdan voz kechish demak edi. Xudoyorxon bu shartnomani zarurat deb bilgan. Bir tomondan bu qaror siyosiy ahamiyatga ega bo'lgandi. Chunki harbiy jihatdan kuchli Rossiya qarshisida to'g'ridan-to'g'ri jang qilish halokatli bo'lishi mumkin edi. Lekin xalq buni xon bizni sotdi deb tushunadi. Rossiya bilan murosaning narxi xalq zimmasiga tushdi. Soliqlar oshirildi, Rus bozoriga paxta yetkazib berish uchun dehqonlar majburlandi, an'anaviy yer egaligi tizimi buzildi. Tarixchilarning yozishicha, bu davrda Farg'ona vodiysi dehqonlari yillik hosilining 30-40% soliq sifatida to'lashgan. Bu juda ulkan yuk edi. Ustiga ustak mahalliy amaldorlar ham rasmiy soliqdan tashqari o'z ulushini ham olardi. Qirg'iz qabilalari esa alohida qattiq ta'sirga uchradi. Xudoyorxon qirg'iz yerlarini o'zbek amaldorlariga tarqatib yubordi. Qirg'iz oqsoqollarining bir qismi qatl etildi. Bu xabar tog' va dashtlarda tez tarqaldi va qabilalar orasida qasos ruhini uyg'otdi. Xudoyorxon saroyida ham birlik yo'q edi. Uning o'g'illari Nasriddinbek, Muhammad Aminbek va boshqalar har biri o'z tarafdorlari bilan kuchga intilardi. Amaldorlar o'rtasida raqobat, tuhmatlar, ichki kurash davom etaverdi. Ayniqsa qo'shin sardori Abdurahmon Oftobachi katta ta'sirga ega edi. U xonning ishonchli odami bo'lgan, lekin o'zi ham qo'zg'olonchilar bilan aloqada degan gaplar tarqalgan edi. Saroy bir siyosiy maydondek bo'lib qolgandi. Qo'zg'olonchilar xalqni birlashtirish uchun kuchli ramz kerakligini bilishardi. Olimxon Qo'qon xonligini 1801-1810-yillarda boshqargan hukmdor. Xalq orasida hali ham hurmat bilan eslanardi. U xonlikning qudratli davrini ifoda etgan, adolatli xon sifatida tavsiflangan. Agar Xudoyorxonga qarshi qo'zg'olon Olimxon sulolasining davomchisi tomonidan boshlansa, bu barchaga siyosiy ustunlik berishi mumkin edi. Oddiy dehqondan tortib qirg'iz yigitigacha biz eski adolatli sulolani qayta tiklayapmiz deb o'ylab, bu voqea atrofida katta kuch yig'ilardi. Olimxonning nevarasi Po'latbek o'sha paytda Qo'qondagi madrasada tahsil olayotgan edi. Qo'zg'olon rahbarlari uni topadi va qo'zg'olon rahbari bo'lishni unga taklif qiladi. Po'latbek rozi bo'lmaydi. U ilm bilan yashagan, jangni, siyosatni o'ziga loyiq ko'rmagan odam sifatida tasvirlanadi. Tarixchilar bu rad etishni ikki xil talqin qilishadi. Ba'zilari u qo'rqoq bo'lgan deydi, boshqalari esa u aslida aqlli edi, chunki bu qo'zg'olonning oxiri yaxshilik bilan tugamasligini ta'kidlashadi. Rad javobidan so'ng qo'zg'olon tashkilotchilari boshqa nomzod qidirdi va ular Piskentlik mulla Ishoq Hasan o'g'lini topdi. U savdogar oilasidan chiqqan, xalq bilan muloqot qila oladigan notiq va jasur odam edi. Ba'zi manbalarda u o'zini otaliq xonning o'g'li ekanligini da'vo qilganligi ham yozilgan, lekin bu tarixan tasdiqlanmagan. Mulla Ishoqqa Po'latxon taxallusini olish, Olimxonning nevarasi sifatida chiqish va xon sifatida da'vo qilish taklifi beriladi. U rozi bo'ldi. Qandaydir ma'noda bu katta jasorat talab qiladigan qaror edi. Chunki u bilgan, agar qo'zg'olonda mag'lub bo'lsa, uning taqdiri o'lim bilan yakunlanadi. 1873-yilning bahori Farg'ona vodiysining tog' etaklarida ming-minglab odamlar yig'ildi. Bu odamlar qirg'iz, o'zbek, tojik, turli xalqlarning vakillari edi. Ular bir maqsad bilan kelishadi va asosiy marosim boshlanadi. Mulla Ishoq, ya'ni soxta Po'latxon oq kigizga o'tiradi. To'rt burchakdan to'rt kuchli yigit kigizni tepaga ko'taradi. Bu O'rta Osiyo an'anasida xonni taxtga ko'tarish marosimi edi. Oq rang bu poklik va qudrat belgisi. Kigiz esa xalq hayotining ramzi
ramzi hisoblangan. Oq kigiz marosimidan so'ng Po'latxon darhol qo'zg'olon ko'tarmadi. 2 yil davomida tayyorgarlik ko'rildi. Qirg'iz qabilalari bilan aloqalar o'rnatildi. O'zbek boylar va mullalar bilan yashirin muzokaralar olib borildi. Qurollar to'plandi, oziq-ovqat zaxiralari yaratildi. Bu davr ichida Po'latxon nomi Farg'ona bo'ylab tarqalib ketdi. Xalq orasida mish-mish yurardi. Olimxonning nevarasi tirik, u qo'zg'olon ko'taradi va adolat qaytadi. Bu mish-mish o'z-o'zidan tarqalar, o'z-o'zidan kuchayar edi. Hukumat bu nomni eshitsa ham, uning kim ekanligini dastlab aniq bilmagan. 1875-yilning bahori boshqacha edi. Bozorlar sust, odamlar xavotirli, ko'chalarda shivirlashlar ko'paygan. Farg'ona vodiysi bo'ylab ochlik belgilari sezila boshlagan. Chunki oldingi yil hosil kam bo'lgandi, ammo soliqlar kamaytirilmagan edi. Qo'qon saroyiga turli joylardan xabarlar kelardi. U yerda norozilik, bu yerda yig'ilishlar. Xudoyorxon bu belgilarni ko'rardi, lekin ularga yetarlicha e'tibor bermaydi. 1875-yil 13-iyul Rossiya Qo'qonga elchi yubordi. Ular xonlik ichidagi tartibsizliklardan, savdo yo'llari buzilishi, rus fuqarolarining xavfsizligidan xavotirda edilar. Lekin bu elchilik xalq orasida boshqa mish-mish uyg'otdi. Ruslar Xudoyorxonni qo'llab-quvvatlayapti. Rossiya bilan murosada yashagan xon endi Rossiya yordamida taxtda o'tiryapti. Bu narsa xalqning g'azabini yanada qo'zg'atdi va keyin eng kutilmagan hodisa sodir bo'ldi. Xudoyorxonning eng ishonchli qo'shin sardori Abdurahmon Oftobachi 4000 askar bilan qo'zg'olonchilar tomoniga o'tib ketdi. Bu oddiy isyon emas edi. Bu Xudoyorxonga qarshi qilingan ilk siyosiy hujum bo'lgan. Nima uchun Abdurahmon bu qarorni qabul qildi? Manbalarda turli versiyalar bor. Bir versiyaga ko'ra, u haqiqatdan ham xalqqa achingan. Ikkinchi versiyaga ko'ra, u Po'latxon bilan yashirin kelishuvda bo'lgan. Uchinchi versiyaga ko'ra esa u shunchaki kuchli tomon, ya'ni g'oliblar tomonida bo'lishini xohlagan. Qaysi versiya to'g'ri ekanini bilmaymiz, lekin natijasi aniq. Qo'shin sardori ketdi va xon minglab askarlardan ayrildi. Abdurahmondan keyin boshqa zarbalar ham keldi. Xudoyorxonning o'z o'g'li Nasriddinbek ham atrofdagilar bilan g'alayonga moyil bo'lib qoldi. U ochiqdan ochiq qo'zg'olonga qo'shilmadi, lekin otasini ham qo'llamagan. Saroyda qolgan amaldorlarning ko'pchiligi ham ikkilanib qoldi. Kim xon bilan qolsin, kim qo'zg'olonchilar bilan ketsin? Bu savol har birining ko'nglida edi. Xudoyorxon amaldan yolg'iz qolayotgan edi. 1875-yil 22-iyul kuni tong otdi. Xudoyorxon xonlikdan ketishga qaror qiladi. U hamma boyliklarini 68 ta to'p, xazinalar, qimmatbaho matolar aravalarga ortildi. Sodiq safdoshlari va bir qancha askarlar bilan shahardan chiqib, Xo'jand tomon yo'l oldi. Lekin Qo'qondan atigi 6 kilometr narida yo'l ustida qo'shin to'xtab qoladi. Ular qo'zg'olonchilarga qo'shilishni tanlagan edilar. Xudoyorxon esa otini Toshkent tomon buradi. Rossiya nazoratidagi Toshkentga qochadi. Xalq esa Qo'qon ko'chalarida bayram qildi. Zolimxon qochib ketdi, ammo ertasi kuni yangi savol tug'ildi. Endi kim xon bo'ladi? Xudoyorxon ketgach, qo'zg'olon rahbarlari Nasriddinbekni taxtga o'tkazdi. Bu qaror o'sha paytda mantiqiy ko'rindi. U eski xonning o'g'li, lekin otasining siyosatiga qarshi chiqqan. Xalq uni yangi boshlanish sifatida qabul qilishi mumkin edi. Nasriddinxon taxtga o'tirdi, lekin u darhol og'ir haqiqat bilan yuzma-yuz keladi. Bir tomondan qo'zg'olonchilarning talablari, ikkinchi tomondan Rossiyaning bosimi. Nasriddinxon 2 oydan kamroq taxtda o'tiradi. 1875-yil 22-sentyabrda u Rossiya general-gubernatori Kaufman bilan shartnoma imzoladi. Bu shartnoma bo'yicha Qo'qon xonligi rasman Rossiya protektoratiga aylandi. Sirdaryo va Norin daryolarining o'ng qirg'og'idagi barcha hududlar, xonlikning salmoqli qismi Rossiyaga topshirildi. Nasriddinxon bu shartnomani majburiyat sifatida ko'rgan bo'lishi mumkin. Rossiyaning harbiy kuchi bor edi. Qo'qon esa bu tomondan juda zaif bo'lgan, lekin qo'zg'olonchilar uchun bu
xiyonatdek ko'ringan edi. 1875-yil 10-oktyabr qo'zg'olonchilar Nasriddinxonni taxtdan tushirdi va Po'latxon Mulla Ishoq rasman Qo'qon xoni deb e'lon qilindi. Soxta nom olgan bir odam endi butun bir xonlikning taxtida o'tirar edi. Bu uzoq sarguzasht emas, 2 yil davomida pishib etilgan siyosiy harakat natijasi bo'lgan. Po'latxon xon bo'lgach, u o'ziga yangi poytaxt sifatida Andijonni tanladi. Abdurahmon Oftobachi uning bosh vaziri va qo'shin sardori lavozimini egalladi. Qirg'iz qabilalari bilan aloqalar mustahkamlandi, ammo Po'latxon oldida katta bir muammo bor edi. Rossiya bu yangi xonni tan olmadi. Skobilev qo'mondonligidagi Rossiya qo'shinlari allaqachon harakatda edi. Mikhail Dmitrievich Skobilev 1843-yilda tug'ilgan. U Rossiya imperiyasining eng iqtidorli harbiy qo'mondonlaridan biri bo'lgan. Qo'qon yurishiga u 32 yoshda kelgan, lekin allaqachon bir necha yurishlarda o'zini ko'rsatishga ulgurgan edi. Skobilev harbiy taktikani yaxshi bilar, qo'shinni boshqarishni uddalardi, lekin u shu bilan birga shafqatsiz ham edi. Uning nomiga bog'langan ba'zi voqealar, qishloqlarning yondirilishi, tinch aholining qirilib ketishi tarixda qolib ketgan. U keyinchalik oq general laqabini oldi. Sababi oddiy, u har doim oq kiyim va oq otda jangga kirardi. Bu uning bir uslubi yoki imzosi edi. 1875-yilning avgust oyida Skobilev Mahram qalasiga hujum uyushtirdi. Qala Sirdaryo daryosi bo'yida joylashgan qo'zg'olonchilarning asosiy tayanch nuqtasi edi. Qalada taxminan 5000 dan 7000 gacha jangchi bo'lgan deb taxmin qilinadi. Jang bir kun davom etdi. Rus qo'shinlari to'p bilan uzoqdan zarba berdi. Qala devori yiqilgach, piyoda qo'shin hujumga o'tdi. Qala qo'ldan ketdi. Minglab qo'zg'olonchi halok bo'ldi. Qolganlari esa qochdi. Bu mag'lubiyat qo'zg'olonchilar uchun og'ir zarba edi, lekin ular taslim bo'lishmadi. Mahramdan so'ng Skobilev 2 oy davomida Farg'ona bo'ylab qo'zg'olonchilarni quvdi. Shahardan shaharga, qishloqdan qishloqqa. Bu davrda Farg'ona vodiysining bir qismi xarob bo'ldi. Qishloqlar yondi, aholi tog'larga qochdi, iqtisodiy hayot to'xtadi. Bu harbiy emas, insoniy fojia edi. 1875-yilning noyabrida Baliqchi qishlog'i yaqinida katta jang bo'ldi. Qo'zg'olonchilarning asosiy kuchlari bu yerda to'plangan edi. Jang bir necha kun davom etdi. Nihoyat qo'zg'olonchilar mag'lub bo'ldi va Andijonga chekinishdi. Po'latxon qo'shinining asosiy qismi tarqab ketdi, lekin Po'latxon o'zi qochgani yo'q. U yana qo'shin to'plashni boshladi. 1875-yilning dekabr oyida Po'latxon katta qaror qabul qildi. U Farg'ona bo'ylab hamma jangga degan chaqiruv ovozasi yuboradi. Tarixchilar bu qo'shinning sonini 80 ming kishiga baholaydi. Bu son to'g'rimi yoki o'sha davrning odatiga ko'ra bo'rttirilganmi, aniq bilmaymiz. Lekin bu haqiqatdan ham katta qo'shin edi. Andijon, Namangan, Marg'ilon atroflaridan odamlar oqib keldi. Po'latxon bu qo'shin bilan Skobilevga qarshi yurish boshladi. Bu uning so'nggi jangga kirishishi edi. 1876-yilning yanvar oyida Andijon va Namangan oralig'idagi tekislikda ikki qo'shin yuzma-yuz keldi. Bir tomonda Skobilevning professional, qurollangan, intizomli rus qo'shini, ikkinchi tomonda son jihatdan ko'p, lekin qurol va taktika jihatdan zaif qo'zg'olonchilar. Jang uzoq davom etmadi. Rus to'plari uzoqdan zarba berib, qo'zg'olonchilar saflarini buza boshladi. Piyoda askarlar oldinga hujum qilganda, qo'zg'olonchilar tarqab ketdi. Yuzlab, minglab odamlar qochdi. Ko'plari esa hayotdan ko'z yumdi. Andijon taslim bo'ldi. Tarix kitoblarida bu jang bo'yicha qiziq bir ma'lumot bor. Mazkur jangda rus tomonidan atigi 2 askar halok bo'lgan. Tasavvur qilyapsizmi? Bu raqam qo'zg'olonchilarning qanchalik tarqoq va qurolsiz bo'lganini ko'rsatadi.
Bu mag'lubiyatdan so'ng Po'latxon qochdi. Bir necha hafta u tog'lar orasida qishloqlardan qishloqlarga o'tib yurdi. Uni ham ruslar, ham unga ishongan qo'zg'olonchilar qidirayotgan edi. Bir paytlar minglab odamning xoni bo'lgan bu odam endi yashirinib yurardi. Chunki Skobelev Po'latxonni topib bergan kishiga katta mukofot berilishini e'lon qilgandi va nihoyat u ushlandi. Aniq qanday ushlangani haqida manbalar turlicha gapiradi, lekin natija aniq. 1876-yil 1-mart kuni Marg'ilon shahri bozor maydonida odamlar to'plandi. Ular ixtiyoriy kelishmagandi. Bu yerga yig'ilishga ularni rus qo'shinlari majbur qiladi. Bu ommaviy jazo edi. Ko'pchilikning ko'zi oldida amalga oshiriladigan shafqatsizlik. Po'latxon va bir qancha qo'zg'olon rahbarlari maydon o'rtasiga olib kelindi. Ruscha sudda ularga ayblov o'qildi. Qo'zg'olon uyushtirish, 12 nafar rus asirini o'ldirish. Po'latxon dorga osildi. Mulla Ishoq Hasan o'g'li, piskentlik savdogar o'g'li, Po'latxon taxallusini olgan odam shu tariqa hayotdan ko'z yumdi. Aslida qatl farmoni imzolanishidan ham oldin, ya'ni 1876-yil 19-fevralda Rossiya imperatori Aleksandr II Qo'qon xonligini tugatish haqida farmon imzolagan edi. Qo'qon xonligi 1709-yildan beri mavjud bo'lgan, 150 yildan ortiq umr ko'rgan davlat rasmiy ravishda tugatilib, Rossiya imperiyasiga qo'shib olindi. Uning o'rnida Farg'ona viloyati tashkil etildi. General Kaufman birinchi viloyat hokimi etib tayinlandi. Qo'qon endi poytaxt emas, oddiy bir shahar bo'lib qoldi. Xonlik saroyida endi rus amaldorlari o'tirar edi. Taxtni tashlab qochgan Xudoyorxon Toshkentda Rossiya himoyasida yashadi. Rossiya unga ma'lum imtiyozlar berdi, yashash uchun uy, oziq-ovqat va hokazo. Xudoyorxon bu holatga chidashni istamadi. U Sankt-Peterburgga bordi va imperator Aleksandr II-dan qabul so'radi. Uning maqsadi bitta edi: xonligini qaytarib olish yoki hech bo'lmasa Farg'onada kichik hokimlik. Imperator uni qabul qildi, lekin bu so'rov qanoatlantirilmadi. Rossiya bosib olgan yerlarini sobiq xonga qaytarmaydi. Xudoyorxon bo'sh qo'llar bilan qaytdi. 1882-yilda Xudoyorxon Makka ga haj qilish niyatida yo'lga chiqdi. Yo'lda ba'zi manbalarda Makka yaqinida, ba'zilarida esa Makkada vafot etgani aytiladi. Tarixchilar u qanday odam ekanligi haqida hozir ham bahs olib borishadi. Kimdir uni zaif xon desa, kimdir yaxshi siyosatchi deydi. Chunki u Rossiya armiyasi bilan jang olib borganda ham baribir katta ehtimol bilan Qo'qon xonligi yengilishi muqarrar edi. Po'latxon qo'zg'olonida qirg'iz qabilalari alohida rol o'ynadi. Ular qo'zg'olonning asosiy harbiy kuchini tashkil etgan. Shuning uchun ham Po'latxon qo'zg'oloni ko'pincha qirg'iz qo'zg'oloni deb ham ataladi. Garchi u bir necha xalqning birgalikdagi harakati bo'lsa ham, qirg'izlar uchun Po'latxon shunchaki mag'lub bo'lgan qo'zg'olon rahbari emas. U mustamlakachilarga qarshi kurashgan milliy qahramon. Bu xotira qirg'iz xalqi orasida saqlanib qoldi va avloddan avlodga o'tdi. Toshkent viloyatiga tutash bo'lgan Chotqol tog' tizmasida bir plato bor. Unga Po'latxon platosi deb nom ham berilgan. Bu nom tasodif emas. Bu yerda Po'latxon qo'zg'olonining bir qismi sodir bo'lgan deb hisoblanadi. Tog' esa uning nomini abadiylashtirgan. Sovet davrida Po'latxon qo'zg'oloniga turlicha baho berildi. Ba'zi sovet tarixchilari uni xalq qo'zg'oloni deb ulug'ladi, chunki u Rossiya mustamlakachiligi va mahalliy feodal zulmga qarshi edi. Boshqalari esa uni milliy diniy harakat sifatida tanqid qildi. Biz esa bu voqeaga qanday baho berishni o'zingizga qoldiramiz. Lekin yana bir bor eslatib o'taman, haqiqat yagona emas. Izohlarda o'z fikrlaringizni qoldirishni unutmang. Hey stop, keyingi kadr, motor kamera. Bu ko'rsatuvda hatto qanot yozadi hammeram. Faqat qiziqarli fakt, foydali kontent kuzatar bizani pensioner yoki student. Xuddi shunday tarzda davom etadi kanal. Xuddi shunaqasi bitta o'xshashi esa naval. Hoziroq yoqib qo'ng'iroq bo'lgin obuna, like va komment ayamagin so'ra.